Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz do'stlar, aziz O'zbek TV'ni ko'ruvchilari, inshaalloh sog' omon bo'lsalaringiz. Xush keldilaringiz bizning bir yangi videomizga O'zbek TV'ni kanali YouTube'dan. Mana bugun biz Pistamazor qishlog'iga keldik. Pistamazor qishloq Rustoq tumani Taxor viloyatining marbutiga bo'ladi. Bir maydagina qishloq. Mashalloh, yaxshi marnlar begazindalik qiladi. Biz ko'p tarafini eshitganmiz. Bu yerda nima uchun Pistamazor deydi? Mana inshaalloh barnomaga ko'rasizlaringiz. Mardim bilan borib gapirishamiz, farhanglardan, rasm-ravojlardan so'raymiz, suvlar bormi yo'qmi? Sobiqlar aytdikchi, suv yo'q, hali fikr qilaman, suv bor. Suv beshkandan kelganlar. Bu qishloq o'zim ko'taldi qaribiga, tog'larning o'rtasiga. Shor bo'lsam, ko'p yo'llari bor, tiplar tayqisa va sharga jetsa. Bizni bo'lib bo'lingizlar, boramiz qishloqning ichiga. Mardim bilan gapirishamiz, inshaalloh bir yaxshi barnoma sizlarga tuzatamiz. Kanaldan subscribe qilingizlar. Akashmisiz? Joningiz xayr bo'lsin. Salomat bo'ling. Qo'rib bo'lingiz. Avval o'zingizni bir ma'rifa qiling bizga. Meni otam Boboxon deydi. Boboxon deydi. Ular Rustoqdan qayda Pistamazordan. Bu mana qana Pistamazor deydi. Nima uchun Pistamazor deydi? Pistamazor tana mana shunda 5-6 ta pistasi ki bor, mana shuning uchun Pistamazor deydi. Bir masab bir mazor edi, men uni hech kim bilmadi-ku, bir maqsad bir banomi shahid bir tabor banomi mazor. Va ziyorat sobiqa. Ziyorat sobiqa. Uni degan ma'noda uni ham qazib ketdilar. Uni qazib ketdilar, endi hech kim bormaydi, faqat bir zamon bir xotin xalaj borardi hali. O'shandan beri hech kim bormaydi, botil bo'lgan. Qabriston toza qabriston shima tatalda ko'rmagan. Shuning uchun Pistamazor deydi. Ha, shuni farq Pistamazor, Pistamazor mana shuning uchun. Sobiqa qaydaman, mana bunda Burma dedi-ki, mana barqaga. Sobiqa buvalarimiz zindalik qiladigan o'rgan. Hali o'zimiz shu vatanga maqsad yaxshimi yomonmi shu vatan guzoron qilyapmiz, nima qilaylik hali? Kuchimiz demakki boy tarotan bir avlodsak sharda qaribiga. Ha, degan hali shularni ham maqsad davlat topilmaydi, to'rtta qarib o'lsa shu hali joy topilmaydi endi. Nufus ko'payib ketyapti. Nufus ko'payib ketyapti, shukrdan. Qancha homil zindalik qilading? 3 xona bormizda maqsad. Mardimni nima ish qiladi ko'pi? Mardim bechora mana shu 5-6 tasi mana shu moli borim mana shu Parayı dehqonchiligi bor, nimasi endi beka do'kondorligi bilmasa, nima jallovligi bilmasa mana shu. Uning bozorga birata bormaka ishlagan bo'lsa. Yo'q, bu yerdan bozorga bozorim uzoq bora olmayman, yeta olmayman degan ekan. Do'konga bora olaman, nima qilaman, faqat mana daraga faqat mana shu 3 oy to'g'riston ishlaymiz, yana 6-7 yo'lga yotamiz. Faqat biz mana shu biz bilamiz mana shu devorlar qasi. Takya qilib o'tirasiz. Ha, takya qilib o'tirib biz gavon mana shu yerda. Javonlar qayerga borma sherga yoki yeron ketdi? Javonlar bechoralar mana shu bir xotinni bayi ujlari fa buni taylab bechora yeron ketadi, birga firqa qila olmasa, markochilik ma kun o'tmasa deng. Bechora doim mana shu yeronga borib kelyapti, baqib bechora mana shu yo'llarga mana shu to'z yurib bechoralar. Ko'p yeronga deng. Javonlar shu kunlar radmas ko'p bo'lgan. Ha, bechora mana bu kuni bordim bir tasi mana shu xosdan o'zim bo'laman, shahid bo'lib keldi. Va 5-6 mana 4-5 ta ro'kina urdilar. Kuniga radnado kelyapti. Ketayotma 4-5 o'tirim radnado keldi. Mana shu vatan degani. Maqsad ish yo'q, majburki borsa unda. Bu yerda maktab borda. Maktab bor, maktab bor, shu tevaga maktab shay 3 falan shu tevaga o'qiydi. Maktab falan shuru bo'lgan joy shuru bo'ladi. Necha sinflarda o'qiydi unda? Vali u top dam 6gacha bor shu sinf yakini bilmaydi. Maqsad ma'lumlar ko'p hali jiddiy emasman. 6dan qanday boradasan xalos bo'ldi? U hech ma'lum emas, sen 6ga endi ma'lum ba'zi mana dasturlar ko'proq bo'lsa jibarat dashta qala u shaxlaga Rustoq shaxlaga jibarat bechalar o'qiydi. Klinika qanday borasiz masalan bir marizli qilinsa topsa? Val dash qiling biramdan mana shu Shiratalar ham klinik o'shagan biramdan. Shiratalar shu yo'li boradi, mana shu yo'l Shiratalar. Shu yo'l Shiratalar boradi. Mo'taram boraman. Mo'taram boradi. Ha, qarib ekan. Ha, mo'taram boradi, masalan mo'tar ba'zi biram mutaskil boradi masalan. Uncha yo'llama 1,5 soatlik yo'lda piyodaga. Keling inshaalloh kam mushkullar hal bo'lsin. Xudo mehribon bo'ladi, hammashidan Xudo xisal bo'ladi. Inshaalloh. Tag'i suv ham bormi inshaalloh? Suvimiz ham bor, maqsad suvimiz ham bor, maqsad shukr, maqsad ko'p bo'lmasa kam, maqsad barda uncha emas, 2-3 ta suv kun bizga faqat
bizdan faqat jo'g'dan ko'ra nima qimmat aqsu qimmat bo'tadi. Aya, ko'p mana shu bozor bo'lsangiz qanday borasiz asosan? bozor bo'lsa dashqala biza qarru dashqala boramiz. Tashqala qarorroq bo'ladi. Kilosi necha asosan? Kilosi ilgari 50 rupiyadan alo 70 bo'lgan. Biroq Janjaloy hukumati bo'lsa Russoq borasiz. Bizga Russoq boramiz. Hozir Russoqni marabutiga beradi. Russoq boramiz. Ammo bozor savdoga u bilan nimaga? Dashqala bilan Russoq boramiz. Russoq ham boramiz. To'g'ri bo'l ko'p Russoq boramiz. Zamiston baqa. Zamiston baqa boramiz. Xayr ko'ring, salomat bo'ling bira. Aytqiliq bo'lsa kamroq salomat bo'ling, salomat bo'ling, biz xizmatdamiz. Salomat bo'ling, tashakkurlar. O'zbek TVning aziz ko'ruvchilari, fe'lan qishloqda avvalgamiz, boryapmiz qishloqda o'rtasiga tomon. Ko'riqana sizlarga nima bardamol olamiz. Mashalloh, ko'p yaxshi qishloq, to'lar ham jashil bo'libdi. Mana mantiqalardan ko'rasizlaringiz, havo-havosi ham ko'p yaxshi, mo'tadil. Ko'chaga mehmonxonalari bor fikr qilaman. Mana shu qilqini ko'rasizlaring, bu mehmonxonasi. Qilqini ham maydondan tomon bekatga o'tirsang, mana yoqqa tomon dashlar qarab, shamollar betingga tegsa ko'p bir yaxshi manzara. Hali xo jang amal qildi. Hamma joy sayi jashil bo'lgan yo'q. Inshaalloh 15 amalga davr xo'p sayi jashil bo'ladi. Mana u vaqt kasamda kelsang, mela qilsang, yo bu mehmonxonaga o'tirsang, u dashlarni qarasang, havo-havosi ham yaxshi, odam voqean kayf qiladi. Mana ham mehmonxonasini avlusi. Ko'rasizlaringiz, darvozasi yo'q. Bu mantiqaga mehmonxonalarning darvozasi yo'q. Hamisha mehmonlarning betiga ochiq. Assalomu alaykum. Qandaysiz Taqajon? Yaxshi bo'rsizmi? Joningiz yo'q, quvali bo'lsin. Ko'p issiq emasmi? Dar oldik. Qanday dar oldingiz? Issiqni ko'rmaysizmi? Tobuston o'sha raqam issiqmi? To'g'risam bundan battar. Nima olasiz buni? Mana shu to'shama yotaman hozir. Yotasizmi? Uning qilmang, do'kon o'zingizniki-mi? Do'kon o'zingizniki. Siz buni avval qilib bering, men bir do'koningizni ko'ray. Do'konni ko'ring, 20 ta xonasi o'tgan. Do'koni ko'p sodda ekan. Shu darvozasidan ma'lum ko'p sobiqa. Sobiqaya. Tag'in moli inshaalloh sobiqa emas. Yo'q, Moli janga bo'lsin, ha? Mana do'kon ichini bir ko'rik. Bu mantiqalarga do'konga ko'p mardim bug'doy olib keladi, un olib keladi, shuning uchun bojilari ko'p ekan. Mana Xo, taga. Otingiz nima edi? Otim Jo'raxon. Jo'raxon aka. Do'kon o'zingizniki-mi? Yo'q, o'zimniki emas, qaysi nafarniki omonat. Jay omonat. Jay omonat. Moli o'zingizniki. Qanday savdo yaxshimi? Savdoni mazasi yo'q. Qimmatchilik degan mana kam-kamlik. 4 kundan faqat bu choy to'g'risanga ilachaliydi. Ha, u kimlardan bozor bora olmaydi-ya? Gittigina uzoqroq. Shu qayda chaliydi, alodir chalmaydi xolos. Tobustonga son bardan bor bozorga olib keladi. Bardan qishloq shu raqam. Buning do'kon bega ko'pmi kam? Do'kon ko'p xillar bor, 3-4 ta bor. 3-4 ta bor. Xo'p, Zambison mardum keladi-yu, Tobuston kelmaydi dedingiz. Albatta qarz bermaysizmi? Qishloqlarga ko'p qarz oladi. 50-60 ming nasiya bo'lgan o'zi qanchaga do'konda? 50-60 ming nasiya bo'lgan hali. O'zim bir 5 soat nafarman yo'qotib yuraman. Kuniga 50 ana shunga kamiga bir 80-90 ming tayladim. Mana shu biltiramo. Shu biltiramo. Hali pira qilaman shu 80-90 mingda. Yo'qdan keladi.
qarz bo'lib ketgan. Aya, 50 mingdan esasi yo'qchi. Xo'p, qavm nima qilmaydi, savob bo'ladi. Qayerga maktab o'qigan jo'ma dedingiz a? Mana paysa kelsa, siz paysa kelmaydi dedingiz. Yo'q, paysa keladi, kelsa. Qarz paysasi mana bu bular. Qarz edi. Jangilgaroq aytadiki, qarz bo'lib ketgan mardum kelmaydi deb. Sho'qila qildim. Endi muqada qishloqlarga hammasi shunaqa. Mardum kam paysa, to'g'ri hosillar chiqadi, shundagadir qarz oladi. Hosili chiqdi so'ng bir narsa u yoqdan bu yoqdan barobar qilib olib beradi qarz o'm qilib. Voqal vaqtida degan. Degan yo. Endi besodmi yodma ko'p chiqadi. Endi Xudoning topib bersa qilib beradi, biz eshitaman. Yo inshaalloh hammasi olib beradi, esiga turadi. Biroq bachalaringiz ham maktab o'qigan bo'lsa, so'zdirsang. Maktabga qo'yganman, mana shu maktabga qo'yganman. Shu o'g'lingiz bo'laman? Mana shu. Xo'p, xat so'zlaman? Xat kam so'zadi, aledim xo'p borib degan yo'q. Endi uni xususiy xat o'rgating. Siz qanday qilmaysiz, u maktabga borib kelaversin. Mullaga o'qiydi hozir. Faqat siz o'dirgansiz, siz oqshom buni menga nima bering? Qanto'g'i bir katta. Hisob bering. Kattaroq bo'lib bir do'kon jo'lab beraman bunga. Xo'p, jo'laringizni sharga jo'lab bering. Shu bir narsa shogird qo'ying. Kesib turgansin. Kesib xeyli yaxshi narsa. Odam bir narsa o'rgatsasan o'yindasiga badal jiydi. Bunaqa maktabda o'qisang, aytimiz jetmasa vazifa. Hali buning ko'p bo'ldi shu yillarni. Kesibga bor masalan yaxshi. O'qigan yo'q hali shu 2-3 yillar beri yeronga hali o'z soat paydo qilibdi. Darvozaga ishlaydi. Darvoza pliska ishlaydi. Ham kesib o'rganibdi, ham savodi parvar qilibdi. Yaxshi mana shu Eronga borib mardum shu adaqal 1 yildan beri darvoza jo'llaydi. Darvoza pliska jo'llaydi. Qara o'rgan bo'lsa kelding, shunda bitta jo'lab bering, paysa albatta bordi, jashirgan, ishlagan. U paysasini ham ma'lum yo'q. Xudodan jonin jo'r qilsin, tavfiq bersin inshaalloh. Ishlasin, ha, xayr bo'lsin. Tavfiq qo'ylar yaxshi narsa. Xayr bo'ling. Biz ham degan bir chakalik. Qo'risib qandaysan? Voy nishijonim, baxay bo'lsan, qorisaman. Madrasa o'qiysanmi? Oting nimada? Hikmatullojon. Maktab o'qishni bilasan? Maktab o'qimayman, mulla o'qiyman. Mulla o'qishni nima o'qiysan mullaga? Bir kitob o'qiyman. Kitobi nimada? Qana biz bilamizmi, o'qiganmizmi, o'qigan joyimizmi? Tarix islom deydi. Ay, mashalloh, mashalloh. O'qing, ho, maktabim borib o'qing bilasizmi? Aferin, necha yashar bo'lsan? Ay, nomi qara, mana 11 ga tarix islom kitob o'qiydi, bilar. Biz 15 ga Qur'oni Karimda xalos qilgan yo'q edik. Endi mashalloh bachalar ko'p sizdan ham o'qdi, talosh qiladi o'qisa. Aferin, o'qigan, aferin, mana qo'lingdagi xayr ko'rgan. Bir nimang bo'ladi. Sen qaniysan, ukam? Qana bir jo'r sonli qilaga, aferin. Yaxshi bo'lsam, joning jo'r, xayr-xayrlik. Oting nima desang? Joning jo'r, barakalloh. Samirjon. Ushlab turingmi? Qo'shmasin. Yo'q, turadi yo'q. Samirjon. Bali. Uylaring qayerda? Uyimizda yana. Tepaga, baqa shaka qayerga boribsan? Bu yerdan dash boradi. Dash? Nimang bor dashga? Qani yerlaring bormi? Yo'g'in yaxton boradi. Yaxton suvga borasanmi? Suv olib kelasanmi, faqat eshakka suv berasanmi? O'sha suvga boradi. Xo'p, hali sizlar suvdan yaxtondanmi? Mana zaxiran suv yo'qmi? Bordi. Xo'p, kamlik qilaman. Maktab o'qiysan? Sinfchan. Maktab emas, mulla maktab. Qaymo'li o'qiysanmi? Bor, xay. Baxayr bugun bacha mana eshakka tanaqa tushib ketmasin jar ekan. Chop. Tag'aysanki meni gap qoldi, bu eshagim bu yoqqa jumalab ketdi. Xo'p, aziz ko'ruvchilar, mana qishloqning o'rtasiga keldik. Albatta o'rtasiga. Aziz O'zbek TV'ni ko'ruvchilari, bularda bir guzarish Pistamazor qishlog'idan. Inshaalloh videoni oxiriga qadar ko'rgan bo'lsangiz, xushlaringiz kelgan bo'lsa,
ko'p yaxshi qishloq, sarsab qishloq mashallah. Yaxshi martna begazindalik qiladi ekan. Borda bularni nechada qissa qildik, gapirishdik, bu qishloqda borasiga ma'lumot oldik. Inshaallohki bir vaqt meraga kelamiz bu qishloqqa. Xatirki tovlari ko'p ekan u sarsab ekan. Hali ro'za mela bo'lmaydi. Solinavam bo'libdi. Solinavdan tabrik etaman hammalaringizga. To taqinib barnomaga sizlarda Alloh poka topshiraman. Channeldan subscribe qilingizlar. Inshaalloh yaxshi barnomalar qishloqdan sizlarga tuzatamiz.